Allah subhanahu wa ta'ala, He has told us in the Quran, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ. Batahqiq jahannam uchun ko'plab jin va insonlarni yaratdik. Bu Arof surasining 179-oyatining tarjimasi. Faqat oyatning shu qismini o'qisangiz ham Alloh subhanahu va taolo bizga juda muhim bir haqiqatni bildirmoqda. U zot jinlar va insonlar orasidan ko'pchilikning jahannamga borishini aniq xabar qilmoqda. Bu shunchaki taxmin yoki ehtimol emas, balki Alloh subhanahu va taoloning qat'iy xabaridir. Demak, jinlar orasidan ham, biz kabi insonlar orasidan ham ko'p odamlar oxiratda jahannamga kiradigan bo'ladi. Agar oyatning faqat shu qismini eshitishning o'zi ham tanangizni junjiktirmasa, qalbingizni titratmasa, yuragingizni xavotir va qo'rquvga solmasa, kundalik hayotning g'aflatidan uyg'otmasa, unda bu juda jiddiy o'ylab ko'rishga arziydigan holatdir. Chunki Alloh subhanahu va taolo jahannam haqida aniq xabar bermoqda. Shundan so'ng savol tug'iladi. Xo'sh, bu jahannamga tushadigan odamlar kimlar? Alloh taolo ushbu oyatning davomida aynan ularning qanday insonlar ekanini batafsil bayon qiladi. Alloh taolo aytayapti: ularning qalblari bor, lekin ular anglay olmaydilar. Ularning qalblari bor, ya'ni ularning miyalari ham bor, fikrlay oladilar, ammo Alloh taolo ularning qalblari bor, lekin ular buni tushunmaydilar deydi. Bu juda qiziq. Alloh taolo ularning miyalari bor demadi, ularning qalblari bor dedi. Ammo ular tushunmaydilar. Chunki qaror qabul qilishning bir turi miyada sodir bo'ladi, yana bir turi esa qalb bilan bog'liq bo'ladi. Miyaning faoliyati jismoniydir. Uni anatomiya darsida, plab imtihonida yoki boshqa tibbiy fanlarda o'rganish, tekshirish va tushunish mumkin. Uni tushuntirish mumkin. Ammo qalb bilan bog'liq qaror qabul qilish esa butunlay boshqa masala. Qalb bilan qaror qabul qilish butunlay boshqa masala. Bu ruhiy bir narsadir. Islom nuqtai nazaridan Qur'onga murojaat qilganingizda miya orqali qaror qabul qilish haqida juda kam oyatlarga duch kelasiz. Bu haqida oyatlar juda kam. Ammo qalb haqida qayta zikr qilinishini ko'rasiz. Alloh subhanahu va taolo bu oyatda ular haqida shunday deydi: ularning dillari boru tushuna olmaslar, ko'zlari boru ko'ra olmaslar. Bu yerda oyat ko'zning bor yo'qligi haqida ketmayapti. Yo'q, gap bu haqida emas, balki haqiqatni ko'ra olmaslik haqida ketmoqda. Ularning ko'zlari sog' bo'lsa ham ular bilan haqiqatni ko'rishmaydi. Ular haqiqatni ko'ra olishmaydi. Shunday. Sizlarga aytaman, agar kofir odamga qarasangiz, u ko'rmaydimi? U ko'rmaydimi? Masalan, oldida eshik bo'lsa, u eshikni ko'rmaydimi? Yo'q, albatta ko'radi. Quyosh chiqayotgan bo'lsa, u quyosh chiqishini ko'rmaydimi? Ha, albatta ko'radi. Ammo u nimani ko'rmaydi? U o'sha quyosh chiqishini, Alloh subhanahu va taoloning ulug'ligini ko'rmaydi. U buni ko'ra olmaydi. Yangi tug'ilgan chaqaloqni ko'rganingizda, kofir ham uni ko'radi, lekin u nimani ko'rmaydi? Tug'ilish mo'jizasini ko'rmaydi. Shuningdek, o'sha bolani yaratgan, uning yaratilishini taqdir qilgan, tug'ilish jarayonini tartibga solgan zot Alloh subhanahu va taoloni ko'rmaydi. U bu buyuk hikmat va qudratni anglay olmaydi. Sizga bir misol keltiraman. Alloh bunga chivinni misol qilib keltiradi. Sizlardan ba'zilaringiz kollejda, universitetda yoki boshqa joyda chivin haqida o'qigansiz. Chivin kelib qo'nganda
Uning oyoqlarida shunday maxsus tolalar va tuzilmalar borki, siz uni deyarli sezmaysiz. Aks holda boshqa bir hasharot tanangiz ustida emaklasa, uni darhol sezgan bo'lardingiz va o'ldirgan bo'lardingiz. Ammo chivin shunday qo'nadiki, siz uning qo'nganini his qilmaysiz, go'yo u juda nozik va mukammal texnologiya bilan qo'nadi. Keyin urg'ochi chivinga tuxumni rivojlantirish va unga ozuqa yetkazish uchun sizning qoningiz kerak bo'ladi. Xo'sh, u nima qiladi? Chivin shunchaki ignasini sanchib qo'ya qolmaydi, yo'q. Avval u bir suyuqlik yuboradi. Mendan ko'ra bu mavzuni yaxshiroq biladigan birodarlar bo'lsa, xato qilsam iltimos to'g'rilasin. U sanchadigan joyni vaqtincha uvushtirib qo'yadigan suyuqlik yuboradi. Shuning uchun u sizni chaqib, qoningizni olayotgan paytda siz buni aslida sezmaysiz. Aks holda, chaqqan zahoti buni darhol his qilgan bo'lardingiz va uni o'ldirgan bo'lardingiz. Yo'q, u qonni olib bo'lgach uchib ketadi. Keyin o'sha uyushtiruvchi ta'sir yo'qolgandan so'ng siz qichishni his qilasiz va atrofga qarab, meni nima chaqdi deysiz. Kofir ham mana shu butun tizimni, mana shu butun jarayonni ko'radi. Ha, u ham ko'radi, ammo u nimani ko'rmaydi? Uning qalbi buni kim yaratganini, bu mukammal tizimni kim loyihalashtirganini anglamaydi. Qanday qilib bunday mukammal tizim shunchaki ketma-ket tasodiflar natijasida paydo bo'lishi mumkin? Qanday qilib bu hammasi o'z-o'zidan yuz bergan bo'lishi mumkin? Qanday qilib buning ortida yaratuvchi, buning barchasini loyihalashtirgan zot bo'lmasligi mumkin? Mana shu kofirning holatidir. U buni ko'rmaydi. U buni anglamaydi. So'ng Alloh subhanahu va taolo davom etadi. Ularning quloqlari bor, lekin ular eshitmaslar. Bu dunyoda Alloh subhanahu va taolo inson uchun hujjatni to'liq qoyim qilgan. Chunki hujjat sifatida Alloh taolo Odam alayhissalomni bu dunyoga yubordi. Agar bizda faqatgina tabiiy aqlimiz, fitratimiz va idrokimiz bo'lganda ham shu narsaning o'zi bizga bitta yaratuvchi borligini va u yagona yaratuvchi ekanini anglash uchun kifoya qilgan bo'lardi. Lekin Alloh taolo buning bilan kifoyalanmadi. U payg'ambarlarni ham yubordi. Odam alayhissalomdan keyingi birinchi rasuldan boshlab, so'ng ketma-ket birining ortidan biri kelib turdi. Birining ketidan boshqa bir payg'ambar kelib turdi. İbrahim alayhissalom, Yaqub alayhissalom, Ishoq alayhissalom, Yusuf alayhissalom, Musa alayhissalom va boshqa payg'ambarlar birin-ketin o'z qavmlariga yuborildilar. Ular o'z qavmlariga da'vat qildilar. Ularga mo'jizalar ko'rsatdilar. Ha, mo'jizalar. Odamlar esa ularning da'vatlarini o'z quloqlari bilan eshitdilar. Ammo ulardan faqat qalbida hidoyatni chin dildan istagan kishilargina ularning da'vatiga quloq soldilar. Barcha odamlar ularni eshitdi, ammo faqat qalbida hidoyatga muhabbat bo'lgan, qalbi pok insonlargina ularning so'zlariga quloq soldilar. Hamma odamlarning qulog'i bor edi, lekin aslida kim eshitdi? Alloh subhanahu va taolo mana shunday odamlar haqida shunday deydi. Ular chorva hayvonlarga o'xshaydi. Subhanalloh, Alloh shunchaki ularni chorvaga o'xshatib qo'ymadi, balki ular chorvadan ham battarroqdir deydi. Ya'ni ular chorva hayvonlardan ham ko'ra adashgandir. So'ng Alloh taolo ular haqida ana o'shalar g'ofil kimsalardir deydi. Bas, Allohdan bizni g'ofillardan qilib qo'ymasligini so'rang.